2025-yilda hovliga sifatli asfalt qildirish necha puldan bo'lyapti deganlar uchun akalar 2003-yildan beri mana shu sohada asfalt sohasida ish qilyapti turgan, xizmat qilyapti turgan ustakalarimiz oldiga yetib kelganmiz. Andijon Oltinko'l tumaniga olsa 197 kvadratga chiroyli bosib berishyapti ekan. Xo'sh, qalinligiga keladigan bo'lsak 5 sm bo'ladi. Zakaz asosida undan balandrog'ini ham tayyorlab berishaveradi. Xo'sh, zaspkasini to'kib berasiz. Zaspka qilish hamma narsasi ichida bo'ladi. Bo'lsa kataloglari ham zamonaviy kataloglardan. 1 kvadrati 65 ming so'mdan. Bundan tashqari akalar mahallalarga, ko'chalarga, katta trassalarga ham bemalol asfalt qilib berishaverar ekan. Narxi kelishilgan holatda. Xizmatlar vodiy bo'ylab mana shu narxlarda bo'ladi. Xudo xolasa ekran pastga telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib to'liq videosi Eldor YouTube kanalida akalar, xudo xolasa bizning kanaldan chiqarlar uchun chiroyli narxlarda skidkalar bilan xizmat qilib berishadi. 2 soat mobaynida 200 kvadrat joyda bosib chiqib ketamiz deb aytmoqda akalar. Hozir boshlaganiga 1 soatdan ozgina oshdi. Почти 30% joyi qoldi, 70% joyi bo'ldi akalar. Xudo xolasa pastda telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib chiroyli narxlarda xizmat qilib berishadi. Asfaltimiz Farg'ona asfaltidan, xudo xolasa mayligiga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Bemalol aloqa qilib xudo xolasa chiroyli narxlarda xizmat qilishib berishadi.